Agar inson biror narsani istasa, vaqt ham, imkon ham, yo'l ham topiladi. Bizni tinglayotganingiz uchun minnatdormiz. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. O'zbekiston radio kanali kechki dasturlarini Ziyo maskanlarida eshitilishi bilan davom ettiradi. Azizlar, dasturimiz avvalida Turkiya prezidenti huzuridagi xalq kutubxonasi haqida hikoya qilamiz. Turkiya prezidenti huzuridagi xalq kutubxonasi bundan ropporasi 5 yil avval ochilgan bo'lib, o'zining mahobati, boy kitob fondi, konferensiya va trening xonalari hamda xalqaro hamkorliklari bilan butun dunyoga Turkiyaning ochiq ma'rifat oynasi bo'lib xizmat qilmoqda. Kutubxonaning tantanali ochilish marosimi 2020-yilning 20-fevral kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on mezbonligida va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda 2500 nafar akademik, olim va yozuvchilar, davlat va jamoat arboblari ishtirokida bo'lib o'tgan. O'sha kundan e'tiboran xalq kutubxonasi haftada 7 kun 24 soat davomida turli yoshdagi kitobxon va tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Kutubxona 2.500.000 bosma kitob fondi, 23.400 jurnalga tegishli 2.900.000 davriy nashr va jami 5.400.000 bosma manbaga ega. 136 mamlakatdan 140 tilda kitoblar mavjud. Prezidentlik bosh kotibiyatining kutubxonalar bo'limi boshlig'i Ayxan Tug'luning ta'kidlashicha, kutubxona tashkil etilgandan buyon davlat rahbarlari, elchilar bilan birga qariyb 7 million ziyoratchi tashrif buyurgan va kunlik o'rtacha 5000 kishi kelgan. Kutubxona hozirda 5,5 million bosma manbaga ega. Dunyoning turli davlatlaridan olingan maxsus kolleksiyalar bilan boyitilgan. Jahannuma zalida 136 davlatdan 140 tildagi kitoblar mavjud. Tug'lu tadbirlar faoliyatiga to'xtalar ekan, dam olish kunlarida 4 guruhga mo'ljallangan tajriba seminarlari, hafta davomida Aselsan tomonidan robot yordamida sun'iy intellekt darslari, raqamli transformatsiya idorasining sun'iy intellekt, tadbirkorlik va kiberxavfsizlik bo'yicha o'tkazayotgan treninglari hamda o'z imkoniyatlari doirasida tashkil etgan 30 ga yaqin o'quv mashg'ulotlarining davom etayotgani haqida ma'lumot berdi. Ziyo maskanlarida eshitilishi davom etadi. Taniqli ijodkor Rahimjon Rahmat shunday yozadi. Cho'lpon aytgan: adabiyot yashasa, millat yashaydi. Cho'lponning diniy bilimi va e'tiqodi biznikidan baland bo'lganiga shubha yo'q. Shunday ekan, inson adabiyotni targ'ib qilyapti. Adabiyot birgina she'r yozish emas, balki tarix ham, o'tmishda o'tgan donishmandlarimiz asarlari ham adabiyot deyiladi. Adabiyot odami bilan gaplashib ko'ring. U siyosatni ham, tarixni ham yaxshi biladi. Uning fikri keng, tafakkur qamrovi katta. Bugungi kunda mamlakatimiz hududlarida axborot kutubxonalar va kitob do'konlari ko'paymoqda. Ularda noyob adabiyotlar, ilmiy-ma'rifiy kitoblarni ham topish mumkin. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi direktori Muhiddin Tashtanov jumladan shunday deydi. 1964-yilning sentyabr oyida Guliston tumanida Nekrasov nomidagi viloyat kutubxonasi tashkil etildi. 16 kvadrat maydonga ega bo'lgan. Unda o'quv zali, bolalar bo'limi va shoxobchalar bo'lmagan. Jami 2 kishi ishlagan. Kitob jamg'armasi 1634 nusxani tashkil etib, kitobxonlar soni 50 kishiga yaqin. Ulardan 15 nafar bolalar bo'lgan. 1987-yilda Sirdaryo viloyat kutubxonasiga shahar markazidan zamonaviy jihozlangan maxsus bino taqdim etildi. 1987-yil 5-noyabr kuni kutubxona tarixida muhim voqea yuz berdi. Moslashtirib qurilgan bino 400 ming nusxaga kitoblarga mo'ljallangan bo'lib, unga buyuk o'zbek shoir mutafakkiri Alisher Navoiy nomi berildi. Yangi keng binoda ommaviy tadbirlarni sifatli o'tkazish, pulli xizmatlarni joriy etish, ishni tashkil etishni yangi usullarni qo'llashga sharoit yaratildi. Kitob fondi 1964-yilda 21 ming nusxa bo'lgan bo'lsa-da, 1987-yilda 200 ming nusxani tashkil etdi. Kutubxona fondi universal mazmunda bo'lib, unda ijtimoiy, siyosiy texnika, tabiiy, ilmiy, qishloq xo'jaligi va badiiy adabiyotlar o'rin oldi. Fond
o'zbek va rus tillarida taqdim etiladi. Fontni boshqa tojik, qozoq, qirim, tatar tillaridagi adabiyotlar bilan butlash ishlari boshlandi. Kutubxonaning asosiy vazifasi kitobxonlarga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishdan iboratdir. Kutubxona xizmatlaridan talabalar, professor, o'qituvchilar tarkibi, kollej va maktab o'quvchilari, xizmatchilar, nafaqaxo'rlar, uy bekalari, ishchilar foydalanganlar. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng kutubxona nafaqat umumiy insoniy qadriyatlarni, balki milliy urf-odatlarni targ'ib qilishni yo'lga qo'ydi. Kutubxonaning ko'p qirrali faoliyati uning katta jamoat harakati bilan rivoj topdi. Zamonaviy talablarni hisobga olgan holda kutubxona tarmog'ini tashkil qilishni takomillashtirish, o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual ehtiyojlarini qondirish, madaniy, ma'naviy, axloqiy qadriyatlarni saqlab qolishga yo'naltirilgan prinsipial yangi axborot markazlarini barpo etish, aholini yanada kengroq va tizimli axborot bilan ta'minlash zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2006-yil 20-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholisini axborot kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risidagi 381-son qaror qabul qilindi. Ushbu qaror asosida Sirdaryo viloyati hududida Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat ilmiy universal kutubxonasi bazasida Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi tashkil etildi. Axborot kutubxona markazi aholining axborotga bo'lgan talablarini tezkor qondirish, bilim va axborot olish uchun keng imkoniyatlarni yaratib berish, shaxs rivojlanishi uchun bilimlarni oshirish, madaniy faoliyat va bo'sh vaqtda ijodiy faoliyatni vujudga keltirish uchun tashkil etildi. Qaror qabul qilinishi bilan axborot kutubxona markazining moddiy texnik bazasi yanada yaxshilandi. Markaz 50 ta kompyuter, 50 ta Xerox nusxa apparati, 6 ta printer va 3 ta skaner hamda 2 ta faks apparatlari bilan ta'minlanadi. Axborot kutubxona markazining ichki lokal tarmog'i vujudga keltirildi. Internet tarmog'iga ulandi. Axborot kutubxona markazining barcha xodimlari Irbis va Kadata avtomatlashtirilgan dasturlari bo'yicha malakasini oshirdilar. 2011-yilning 23-fevralida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil, 2015-yillarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida axborot kutubxona va axborot resurslari xizmatlarini yanada sifatli rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq axborot kutubxona markazi yig'ma elektron katalog sektori tashkil etildi. Sektorda 2 ta malakali mutaxassislar ish olib bormoqdalar. Sektor axborot kutubxona markazi fondining bibliografik yozuvlarini vujudga keltirish va elektron nusxalarni biriktirish yo'li bilan ish olib bormoqda. Ushbu sektorning asosiy vazifasi viloyatning yig'ma elektron katalogini vujudga keltirib, uning respublikaning yagona elektron katalogiga eksport qilishdan iboratdir. Elektron kutubxonalar axborot kutubxona muassasalarida axborotlar asosan elektron formatda joylashgan bo'lib, to'la matnli ma'lumotlar bazasi doimiy ravishda to'ldirib boriladi va undan to'g'ri foydalanish mumkin bo'lgan avtomatlashtirilgan kutubxonadir. Bunda xizmat ko'rsatish jarayoni to'liq elektron shaklda bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 17-dekabrda Koreya Respublikasining iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik fondining moliyaviy ko'magida Milliy umumta'lim elektron kutubxona loyihasini birinchi navbatda amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 2088-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning asosiy maqsadi respublika aholisini elektron axborot resurslaridan foydalanishni yaxshilash, axborot kutubxona muassasalarining yagona elektron kutubxonaga integratsiya va bog'lash, shuningdek Koreya Respublikasi iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi bilan o'zaro hamkorlik kengaytirishdan iborat. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi va CNC kompaniyasi tomonidan Koreya Respublikasining Milliy umumta'lim elektron kutubxona loyihasi UZNEL dasturi ta'minoti yaratilib, respublikadagi 186 ta axborot kutubxona markazi muassasalariga tatbiq etildi. UZNEL dasturi 4 ta moduldan iborat bo'lib, har bir modulning o'z ish vazifalari bor. Komplektovaniya, jamlash, katalogizatsiya, ishlov berish, kniga, videocha kitob berish, umumiy fondlarni foydalanuvchilarni ro'yxatga olish moduli. Ushbu tizimga kirish uchun har bir viloyatdagi axborot kutubxona markazi o'zining login va parollarini kiritishi lozim. UZNEL dasturining qulay tomonlaridan biri foydalanuvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan adabiyotlarni internet orqali buyurtma qilib olishlari va foydalanishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, ushbu dastur 3 tilda o'zbek, rus, ingliz tillarida ishlash mumkin. 2019-yildan boshlab Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazining ish faoliyatiga UZNEL dasturi tatbiq qilingan. Hozirgi kunda markazning barcha xodimlari ushbu dasturda ish olib bormoqdalar. 40 dan ziyod kutubxona xodimlari o'z ishining fidoyilari, kitobxonlarga, kitobga, bilimga bo'lgan intilishlarini, muhabbatlarini namoyish etmoqdalar. Ular kutubxona faoliyatiga o'zlarining kuch-quvvatlarini va ulkan malakalarini jalb qilmoqdalar. Markazimiz xodimlari doimiy ravishda axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishga va foydalanuvchilarga samarali xizmat ko'rsatishda o'z ustida ish olib bormoqdalar. Bugun markazda 7 ta xizmat va 7 ta sektor faoliyat ko'rsatmoqda.
Biz adabiyot orqali avvalo o'z tariximizni, dunyo tarixini, dunyo xalqlarining urf-odatlarini, yashash tarzini bilib olamiz. Mana keyingi 2 yilda o'zbek o'quvchilari, ayniqsa yoshlar, ingliz adibi Jorj Orwellning Molxona 1984 asarlarini qiziqib mutolaa qilyapti, deydi suhbatdoshimiz Muhiddin Tashtanov. Ma'lumki, yurtimizning aholisi 60% ga yaqinini yoshlar tashkil qiladi. Demak, yosh avlodni vatanga, O'zbekiston xalqining urf-odatlari va an'analariga muhabbat ruhida tarbiyalash jarayonini rivojlantirish va chuqurlashtirish imkonini beruvchi kitoblarni mutolaa qilishga undash, targ'ib qilish va bu yo'nalishdagi faoliyatning yangi shakllarini topishi zarur. Bu borada axborotxona muassasalarida kitobxonlar konferensiyalari, she'rxonlik, davra suhbati, savol-javob kechalari, bilimdonlar bellashuvi, mavzuli va munozara kechalar, kitob ko'rgazmalarini tashkil etish va ko'rgazmali adabiyotlar sharhini o'tkazib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Respublikamiz aholisining ma'naviy dunyosini yanada boyitish, intellektual salohiyatini oshirish, adabiyotga bo'lgan ehtiyojini yanada qondirish, mamlakatimizda kitob do'konlarini hozirgi milliy ma'naviyatimizga mos kitob durdonalari bilan boyitish hamda kitob mahsulotlarining narxini bir me'yorda sotilishini nazoratga olish maqsadida 2017-yilning 12-yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi 4789-sonli farmoyish qabul qilindi. Ushbu farmoyishda eng avvalo axborotxonachilik sohasida yutuqlarga emas, balki ushbu sohada amalga oshirilishi belgilangan muhim dolzarb vazifalarga e'tibor qaratilgan. E'tirof etish joizki, yoshlar o'rtasida kitob mutolaa qilish, kitobga bo'lgan qiziqish biroz susaygandek edi. Biroq zamon bilan hamnafas bo'lish, shiddat bilan kechayotgan taraqqiyot jarayonida bu muammoni o'z-o'zidan bartaraf etdi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-sentyabrdagi kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi 3071-sonli muhim qaror dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu qaror asosida xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy intellektual salohiyati, ongi tafakkuri va dunyoqarashi yuksaltirishda, ona vatanni va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2011-yil 13-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining axborotxona faoliyati to'g'risidagi 280-sonli qaror qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun 7 bob 28 moddadan iborat bo'lib, mamlakatimizda axborotxonachilik sohasining yanada rivojlanishiga, respublika aholisining kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshishiga keng yo'l ochib berdi. Bu borada Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborotxona markazida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan markazning axborotxona fondlarini jamlash xizmati tomonidan foydalanuvchilarning ehtiyojlari, talab va istaklaridan kelib chiqqan holda fondning fanning barcha sohalari bo'yicha kerakli hujjatlarni to'ldirib borish amalga oshirildi. 2019-yil 7-iyun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborotxona xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi Prezident qarori 4354 sonli qaror qabul qilindi. Qarorning asosiy maqsadi respublika ijtimoiy-iqtisodiy sohani isloh qilishning hozirgi sharoitda axborotxona faoliyatini rivojlantirishning maqsad va vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishi zarur. Ushbu qaror asosida viloyat hududidagi 10 ta tuman shahar markazlari hudud aholisiga xizmat qiladigan axborotxona markazlari tashkil qilindi. Bu esa axborotxona faoliyatiga, kitobxonlarga xizmat ko'rsatish, fondlarni to'ldirish va saqlash, kutubxona va jarayonlarni avtomatlashtirish, ilmiy tadqiqot va tashkiliy uslubiy faoliyat, kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirishga jiddiy ta'sir ko'rsatish imkonini berdi. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborotxona markazi tuman shahar axborotxona markazlari uchun uslubiy markaz hisoblanadi. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborotxona markazi doimiy ravishda respublika miqyosida tashkil etilgan Infalib va kitobxonlik haftaliklarida markaz foydalanuvchilariga kitob o'qishga bo'lgan ehtiyojlarini yanada qondirish maqsadida Madratxon Qosimov mas'uliyat cheklangan jamiyat kitob fondi bilan birgalikda AKM kitob savdosi yarmarkalari tashkil qilinadi. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborotxona markazining umumiy fondi, Sirdaryo viloyat axborotxona markazining bugungi kundagi fondi 54628 nomda 212783 nusxani tashkil etadi. 2025-yilning 1-choragida kitob sotib olishga ajratilgan mablag' 29,9 million so'm bo'lib, mart oyida 152 nomda 505 nusxada kitob sotib olingan. 2025-yil Sirdaryo viloyat axborotxona markazida davriy nashrlarga 22,3 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib,
21 nomda gazeta va 10 nomdagi jurnalga obuna rasmiylashtirilgan. Sirdaryo viloyat axborot markazining xodimlari to'g'risida. Kutubxonachilar tarkibi bo'yicha Sirdaryo viloyat axborot markazining ma'lumotiga ko'ra, mutaxassis xodimlar soni axborot mutaxassisligi bo'yicha oliy 4 nafar, axborot mutaxassisligi bo'yicha o'rta maxsus 27 nafar, boshqa soha bo'yicha oliy 7 nafar, boshqa mutaxassisligi bo'yicha o'rta maxsus 13 nafar hamda o'rta ma'lumotga ega 14 nafarni tashkil etadi. Yoshi bo'yicha Sirdaryo viloyat axborot markazi jami 9 nafar xodimlar 18 dan 30 yoshgacha, 44 nafar 31 dan 50 yoshgacha, 10 nafar 51 dan 59 yoshgacha va 2 nafar 60 yosh va undan katta yoshdagi xodimlarni tashkil etadi. Sirdaryo viloyat axborot markazining hozirgi kundagi fondi 54395 nomda hamda 212172 nusxada bo'lib, Sirdaryo viloyatining aholi soni 102700 ni tashkil qiladi. Aholi soniga nisbatan kitoblarning taqsimlanishi kitob nusxasiga nisbatan olinganda 206.5% ni tashkil etadi, ya'ni 2 barobardan oshiqni ko'rsatkichlarda aks etadi. 2025-yilning 2-choragi holatiga oladigan bo'lsak, Sirdaryo viloyat axborot markazida yangi olingan nashrlar 194 nomda 611 nusxani tashkil etadi. Jami fondimiz 54628 nomda va 212783 nusxani tashkil etadi. Foydalanuvchilar soni 71336 tani tashkil qiladi. Qatnov soni 119498 tani tashkil qilsa, kitob berilishi shunga monand 50846 tani tashkil etadi. Ikkinchi chorak davomida tadbirlar soni 31 taga amalga oshirilgan bo'lsa, kutubxona xodimlari esa 65, shundan ayollar 47 tani tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot xizmatini ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi Prezident qarori 4354 sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil 10-aprelda O'zbekiston Nogironlar jamiyati Guliston shahar bo'limi va Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot markazi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu memorandumga asosan viloyat axborot markazida Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 4700 nafarga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarni axborot markaziga kitobxonlikka ro'yxatga olishlari olib borilib, ularga axborot xizmatini ko'rsatishni yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Hozirgi kunga qadar 1100 nafardan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatga olindi. Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi axborot bibliografiyasi rahbari Nigora Rustamova ko'chma kutubxonalar faoliyati haqida shunday to'xtaldi. Markazimizda ko'chma kutubxonalarni tashkil etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish Sirdaryo viloyat hududiy markazi bilan, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Sirdaryo viloyat bo'limi bilan, Guliston shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi bilan va bir qator tashkilotlar bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi va ijaraga oluvchining talablari asosida har 2 oyda so'ralgan adabiyotlarning ro'yxatlari shakllantirib, hamkor tashkilotlarga olib borib topshirilmoqda. Markazni boshqa tashkilotlar bilan hamkorligi to'g'risida aytsam, bugungi kunda markazimiz viloyatdagi 15 ta tashkilot bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Jumladan, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi, Guliston davlat universiteti, viloyat madaniyat boshqarmasi, Guliston prezident maktabi va qator tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Hamkor tashkilotlar bilan 2025-yilning may oyi holatiga jami 22 ta tadbir tashkil etildi. Jumladan, Alvido bolalik, Haqchil islohotlar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi, Kamtarlik saodati nomli kitoblar taqdimotlari o'tkazildi. O'zbekiston 2030 mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Navoiyga ehtirom mavzusida adabiy badiiy kecha va bir qator ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. O'zbekiston Milliy kutubxonasining 37-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida markazimiz bolalar oromgohlari bilan ham hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Shartnomaga binoan Zomin va Sirdaryo tumanlarida tashkil etilayotgan oromgohlarda ko'chma kutubxonalar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Xabaringiz bor, joriy yilning 15-17 may kunlari Farg'ona shahrida Central Asia 2025 fan, ta'lim, madaniyat va biznesda internet va axborot kutubxona resurslari xalqaro konferensiyasi o'z ishini olib bordi. Konferensiyada markazimizni
rahbari hamda 2 nafar mutaxassis xodimlar ishtirok etishdi. Konferensiyadan bir kun oldin esa, ya'ni 14-may kuni Farg'ona shahrida birinchi xalqaro kitobxonlik festivali juda yuqori saviyada tashkil etildi. Konferensiya davomida axborot kutubxona faoliyatini keng targ'ib qiluvchi 6 ta shu'ba o'z ishini olib bordi. Jumladan, yangi O'zbekiston kutubxonalarida raqamli texnologiyalar va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, zamonaviy yondashuvlar va istiqbollar, kutubxonachilik va bibliografiyaning rivojlanishi, xalqaro hamkorlik, ilmiy tadqiqotlar va madaniy meros kabi bir qator mavzularda shu'balar o'z ishlarini olib borishdi. Konferensiyadan qaytishgach, markaz xodimlari konferensiyadan olgan taassurotlar bilan o'rtoqlashishdi. Men Nigora Raimberdiyeva, Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi a'zosiman. Nafaqaga chiqqach, mutolaa vaqtimni shu yerda o'tkazishga odatlandim. 2 yildan beri ushbu muassasa xizmatidan foydalanib kelar ekanman. Bu yerdagi xodimlarning xush muomalasi, xizmat vazifalarini sidqidildan bajarishi katta qulaylik tug'diradi. Yozning jaziramasida salqin, qishning sovug'ida issiq zallarda ko'ngildagiday mutolaa qilasiz. Yoshlar bilan bir qatorda katta yoshdagilar mamnun ekanligini ko'rib turaman. Bu juda yoqimli. Xona adobiyotlaridan foydalanib olgan bilimlarim asosida televizion intellektual o'yinlarida savollarim bilan ishtirok etib, pul yutuqlariga ham erishyapman. Xodimlar ham o'zim bilan barobar quvonishadi, o'zlarining ham yutug'i deb bilishadi va buning uchun ularga ham minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ularning ishlaridan muvaffaqiyat tilab qolaman. Qadrli radio tinglovchilar, siz O'zbekiston radio kanalida Ziyo maskanlarida eshitilishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Dasturlarimiz davom etadi.